Ey Xudoyim. Yurak yutib qanday ish qilmoqchiman. Ayni zamonda qo'rqaman. Hamma narsadan, arzimagan narsadan qo'rqaman. Hamma narsa inson qo'lida. Faqat qo'rqoqlikdan burnidagi narsadan qo'rqib qoladi. Siz ko'cha ashulasini yoqtirasizmi? Men yoqtiraman. Ayniqsa sovuq, rutubatli oqshomda, yomg'ir quyib turganda, tevarak atrof nursiz qiyofaga kirganda, yoki bo'lmasa qor buralab yog'ib turganda eshitishni yaxshi ko'raman. Mazang yo'qqa o'xshaydi. Tobing qochib turgan bo'lsa borma, o't tushib ketmas. Qo'lingdagi nima? Qayoqdagi narsalarni yig'ib olibdi? Uxlaganda ham olib yotibsanmi? Xuddi yonbedek. Hali ham o'zi bilan o'zi gaplashyapti. Mana choy olib keldim. Choy ichasanmi? Qayoqda? U ustingdan arz qilmoqchi politsiyaga. Ijara haqi to'lamaysan, yo chiqib ketmaysan. Nodonlikka nodona. Sen aqlli nimaga o'ligini tashlab yotibsan? Bolalarni o'qitaman derding ilgari, endi bo'lsa hech ish qilmayapsan. O'ylab ko'p pul topdingmi? Ha, senga bir barakaga katta pul to'lashsinmi? Esimdan chiqay debdi. Senga xat kelgandi. Bilmayman. Yonimdan 3 tiyin berdim pochtachiga. To'laysanmi? Shoshmasang-chi, ovsar tentak. Dars topib bera olmayman, xafa bo'lma. Lekin Chayqov bozorida bir kitob furush bor. Taruvimov degan. Bu tabiatga doir kitoblar nashr etadi. Men har pechat listiga 6 so'lgavoy olib tarjima qilaman. Rustoning Tavba tazarru kitobidan bo'lmag'ur parchalar. Mana bu ustumni olib tarjimaga kirish tugatganingdan keyin yana ustum olasan. O'sha kuni uyimdan xuddi yov quvganday chiqib qochganingdan keyin bir jazayni berib qo'yish uchun qidirishga tushdim. Surishtirib topolmaganimdan keyin tavakkal qilib adres stoliga bordim. Buni qara, 2 minut o'tar o'tmas adresini topib berishdi. Nomi yozib qo'yilgan ekan. Yozib qo'yilgan? Ha-da. Ammo Kobilov degan qandaydir generalning adresini hech ham qidirib topisha olmadi. Ha, buni qizig'i yo'q. Ke, ishga o'taylik. Bu yerda 35 so'lgavoy, 10 so'mini olaman, 2 soatdan keyin hisobini beraman. Men alaqladimmi? Alaqlaganda qandoq? O'zlarini bilmay yotdilar. Rostana? Odam bosinqiragan nimalar deb oldirmaydi. Nima deb alakladim? Xavotir olmasinlar, grafiniyalar to'g'risida hech nima demadilar. Qandaydir zanjir, kulrang tosh, qorovul to'g'risida oldirading. Lozimlikka qandaydir shokila topib beringlar deb yo'lvarding. Mehribon o'g'lim Roja, mana 2 oy bo'ldi. Sen bilan xat orqali gaplasha olmadim. Shu sababdan ko'p azob chekdim. Kechalari ko'zimga uyqu kelmadi. O'zing bilasan, seni qanday yaxshi ko'rishimni. Sen singling bilan meni suyangan tog'imizsan. Hamma umidimiz sendan, o'g'lim. Iqtisoddan qiynalib universitetni tashlab ketganingni eshitib, singling ikkalamizni ko'zimizga dunyo qorong'u bo'lib ketdi. Bir yilda oladigan 120 so'm pensiyam bilan senga qanday yordam bera olaman? 4 oy ilgari yuborgan 15 so'mni o'zing juda yaxshi bilasan. Pensiya ustidan qarzga olgan edim. Bir tasavvur qilgina, singling sho'rlik Svidrigaylovga xotin bola chaqaliksiz. Bu qilig'ingiz vijdonli odamning ishi emas. Ularni ko'z yoshini oqizmang. Meni tinch qo'ying deb tushuntirish uchungina u bilan xilvatda uchrashishga rozi bo'lgan. To'satdan Marfa Petrovna ularning ustidan chiqib qoladi. Hammani yaratgan, hamma narsadan voqif ekan. Bizga ham rahim qilar. U bir kun kelib deydi, qani o'sha birovning norasida go'daklari uchun o'zini bag'ishlagan yovuz o'gay ona, ko'ksov ojizam. Go'daklarning mayxo'r betayin padarlarga rahim qilgan ojizam. Gunohlaringdan o'tdim. Marhabo dargohimga deydi. Va hammani rahmdillarini ham, yovuzlarni ham hammani kechiradi. G'ofil bandalar, imoni yo'q,
mayxo'rlar, mushfiq zaifalar, bu yoqqa chiqing. To'ng'izlar, hayvon sifat maxluqlar, hammangizni yarlaqayman, marhabo deb xitob qiladi. Karamim keng deydi Parvardigor. Biz sajda qilib faryod etamiz. Ey Parvardigor, rahmating yog'ilsin deb nola qilamiz. Tanıdım bo'tam. Kelganingiz ham esimda. Marhamat, kiring. Xo'sh, xizmat. Avvalgisini muddat tugagan. Buyimingizni sotib yuboramanmi? Sabr qilamanmi? Bu meni ishim. 1,5 so'm. Protsentini hozir berib ketasiz. Ixtiyor o'zingizda. Mana bo'tam. Agar 1 so'm har oyga 10 tiyindan chiqsa, demak 1,5 so'mingiz 15 tiyin. Avvaliga 2 so'm uchun 20 tiyin berishingiz kerak. Hammasi bo'lib 35 tiyin. Soatingiz uchun sizga 1 so'mmi 15 tiyin tegadi. Mana oling. Olib kelganingizda gaplashamiz bo'tam. U bilan bo'tam, nima ishingiz bor? Xayr bo'tam. Nega bo'tam bunchalik hovliqasiz? Nima o'zi? Bo'tam rangingiz oqarib ketdi. Biron narsadan qo'rqdingizmi? Kumush tomoki donga o'xshamaydi. O'rab tashadi. Nega endi shunchalik o'rab tashadi ekan? Nima balo? Dan qotib uxlab qolishganmi? Yo birov bo'g'ib ketdimikin? Alyona Ivanovna, qarib chirganmi gajin? Lizaveta Ivanovna, Nozanin go'zal. Ochinglar. Tavba. Uyda bo'lmasakan nimaga va'da qiladi? Shu paytda keldi o'zi aytgan edi. Mana ahvol. Bu qanaqasi, qayerda o'tiribsizlar? Tartibga rioya qiling. Poveskada soat nechida kelindi yozib qo'yilibdi, muhtaram janob. Shovqin ko'tarmang, qo'pollik qilmang, mahkamada turibsiz. Bu kechirasiz, siz ishingiz emas. O'zidan kattaga aql o'rgatishini qaranglar. Yaxshisi o'z ishingiz bo'yicha javob bering. Ijara haq to'lamaysiz. Oyimcha, o'qpadar. Qani aytchi, o'tgan kecha nima hodisa bo'ldi? Sharmandalik. G'alba qilib butun ko'chani boshingga ko'tarding. Chinni xonani orzu qilyapsanmi? Men senga nima degandim? Senga nima degandim? Ular o'zi shunaqa. Yozuvchilar, studentlar, jarchilar hammasi birkor. Sen ketaver. O'zim uyingga boraman. O'shanda ko'rasan. Mana yozuvchi, ya'ni student, sobiq student. Veksel berganlar pulini to'lamaydi, kvartirani ham bo'shatmaydi. Yana menga huzurimda papiros chekding deb uyalmasdan da'vo ham qilyaptilar. Mana ko'rib turibsiz, maftunkor oliftani. Nima asos bo'lmasa ekan? Mahbuslarning aytishicha, eshik oldin qulfloli bo'lgan. 3 minutdan keyin qorovul bilan chiqqanlarida ochilib qolgan. Bilasanmi, biz otamiz davrida qanday farovon kun kechirardik Polinka? Buni sen tasavvur ham qila olmaysan. Otamiz statskiy polkovnik edi. Salkam gubernator. Ana uyga yirtilib ketibdi. Ninani olib tikib qo'ysang bo'lmaydimi? O'shanda Peterburgdan bir yigit kelgandi. Kamer Yunker. Knyaz. Men bilan mazurkaga tushuvdi. Sizmisiz Rodion Romanovich? Baraka topkur mana bu tentakka tushuntirib qo'ying. Bundan aqlli ishni o'ylab topib bo'lmaydi. Hatto sharmankachilar ham pul topadi. Biz ham hozir ashula aytamiz. Ko'la, Lila, sizlar o'yinga tushasizlar. Malibrossa da vattani gerre, mirandon.
Mana oling. Minnatdorman. Biringizga yuz bersin. Bolinka pulni ol. Bizni shunga majbur qilgan narsa. Ko'rib turibman. Xo'sh. Ahvollar qalay? Yaxshi. Yaxshi. Juda yaxshi. Juda soz. Xo'sh, hamma narsa mumkin. Choy, suv-ovqat. Ammo shu narsalarni bermay turinglar. Mol go'shtini ham. Xavotirli joyi yo'q. Dorini ham hojati yo'q. Ertaga kelib ko'raman. Hozircha qimirlamay yotib tursa yomon bo'lmasdi. Yana ko'ramiz. Pyotr Petrovich Lushin. Mening nomimni eshitgan bo'lsangiz kerak deb umid qilaman. Volidai muhtaramangiz meni huzurimda sizga xat yoza boshlagan edi. Agar betobligingizni bilganimda ilgariroq kelgan bo'lardim, lekin ish ko'p. Muhim ish bilan senatga kelgandim. Sizga ma'lum bo'lgan tashvishlarni aytmasam ham bo'ladi. Volidangiz bilan singlingizni soat sayin kutib turibman. Har ehtimolga qarshi ularga kvartira topib qo'ydim. Yangi kelganim uchun qayerda durust joy borligini bilolmadim. Keyinchalik turadigan kvartiramiz remont qilinyapti, shu vajdan o'zim ham hozircha yaqin bir do'stimning kvartirasida siqilib turibman. Muhtaram janob, siz noto'g'ri tushunibsiz. Men aminmanki, bu albatta onangizni, o'sha volidai muhtaramangizni menga otgan o'qi. Oldin gapimga quloq soling. Kirgan zahotimoq yoqtirmaganingizni payqagan edim, ammo aniqroq bilish uchun jo'rtaga o'tirdim. Bemorni qarindosh urug'ni kechirish mumkinligini bilardim-u, sizni bo'lsa hech qachon. Bu juda ham sen aytgandek emas. Men o'zim uchun erga tegyapman. Qiynalib ketdim juda. Yolg'on aytyapsan, singlim. Yolg'on aytayotganim yo'q. Agar meni qadrimga yetishiga, e'zozlashiga ko'zim yetmasa, o'zim uni hurmat qilmasam tegmasdim. Aksi bo'lganda qabihli bo'lardi. Agar sen haqli bo'lganingda ham men bilan bu ohangda gaplashishing shafqatsizlik emasmi? Men o'zimdan boshqa hech kimni xarob qilayotganim yo'q. Hali hech kimni o'ldirganim yo'q. Rodya, senga nima bo'ldi, Rodinka? Qaysi xonada? Ehtimol kelgandir. Uni hozir ko'rishim kerak. Ko'rishim kerak. Yolg'on hammasi. Ishonmayman. Siz meni aldadingiz. Gapingizga ishonmayman. Ishonmayman. Qayoqqa? Akamni oldiga. Qayerda ekan? Nimaga eshik qulfloliq? Qay mahalda qulflab oldingiz? Oching! Oching deyapman. Nahotki hech kim bo'lmasa. Uxlamayotganingizni o'zim ham bilgan edim. Arkadiy Ivanich Svidrigaylov. Ikki sababga ko'ra oldingizga keldim. Birinchidan, shaxsan siz bilan tanishmoqchi edim. Alqissa siz to'g'ringizda anchadan buyon g'alati, yaxshi gaplar eshitaman. Ikkinchidan, umid qilamanki, ehtimol janoblari singlingiz Avdotya Romanovnaga bevosita taalluqli bir ishdan menga yordam berishdan bosh tortmaslar. Singlingiz meni haqqimda salbiy fikrda bo'lgani uchun dargohiga balki yo'latmas, sizni yordamingiz bilan bunga erishaman degan niyatdaman. Behuda o'ylabsiz. O'zimni oqlab o'tirishni ortiqcha deb hisoblayman. Ammo shuni aytishga ijozat bering. Nahotki meni jinoyatkorona bir ish qilgan deb o'ylasangiz. Agar mutaassiblikka berilmasdan oqilona fikr yuritilsa. Ya'ni o'z uyimda ojiza bir qizga yopishib, qabih takliflar bilan uni tahqirlaganman. Shundaymi? O'zingiz bir o'ylab ko'ring. Men ham odamman axir. Sevishga haqliman. Bundan shu savol tug'iladi. Yovuz odammanmi yoki qurbon bo'lganmanmi? Qurbon bo'lgan bo'lsam-chi? Men o'sha paytda Amerikaga yoki Shvetsariyaga birga qochishga taklif etganimda balki niyatim xolis bo'lgandir. Balki o'zimni qurbon qilmoqchi bo'lgandirman. Ha, yo'q esa-chi. Agar siz uni bilsangiz edi, u xuddi yosh bolani o'zi. Es-hushini yo'qotib qo'ygan. Ko'p g'am chekkanidan. Ilgari juda ham aqlli, juda ham mehribon edi. Qiziq. Urarmish. Nimalar deyapsiz? Nima qildi urgan bo'lsa? Nima qildi? Axir siz hech nima bilmaysiz. U bechora haqqoniyat axtaradi. U to'g'ri xotin. U hamma halol, odil bo'lsin deb orzu qiladi. Boshqalardan ham shuni talab qiladi. Yo'q.
tog'im bor deydi. U birovdan qarzga pul olarmish-da. Kibor qizlar uchun pansion ocharmish. Meni esa nazoratchi qilib olarmish. Keyin biz juda yaxshi hayot kechira boshlarmishmiz. O'shunga, bu xayoliy narsaga shunday ishonadiki, qo'yavering. E'tiroz bildirib ko'ring-chi. Nima qilyapsiz? Nega tiz cho'kasiz? Menga Men senga emas. Bani bashar chekkan azob uqubatlarga ta'zim qildim. Nima dedingiz? Axir men benomus, gunohkor, cheksiz gunohkorman. Nima dedingiz? Ey Xudo, nima qilay? Nima qilsam ekan? Nima qilgan deysiz? Shunaqa deng. Hali kvartiradan gap ochib chalg'itdi deb o'ylayapsizmi? Ha? Shunday qilib bu sizga kelajak uchun bir misol. Yana meni o'rgatmoqchi deb o'ylamang. Jinoyat haqida qanaqa maqolalar yozasiz bu sizning ishingiz shunchaki misol tariqasida. Aytayapman gap bunday. Agar birovni jinoyatchi deb o'ylasam, nega uni eldan burun bezovta qilishim kerak? Qo'limda asosli dalilim bo'lgan taqdirda ham birini darhol qamattirishim zarur. Ikkinchisini xarakteri boshqacha axir. Nega endi uni shaharda o'ynatib qo'ymaslik kerak? Nazarimda unchalik tushunmayotganga o'xshaysiz. Izoh beray. Agar uni ilgariroq qamatib qo'ysam, unga ma'naviy yordam bergan bo'laman. Hayron bo'lyapsizmi? Holbuki aynan shunday. Odamlarga bir xil yondashib bo'lmaydi. Nimaga desangiz, hammasi har xil. Dalillar bo'lsa bo'tam. Ko'pincha 2-3li bo'ladi.